Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomuz har biringizni ayniqsa pensiyadagi va pensiya yaqinlashayotgan insonlarni chuqur o'ylantirishi va xavotirga solishi mumkin bo'lgan o'ta-o'tirga solishi bir mavzuga bag'ishlangan. Kanalimizga endi kirgan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'ying. Chunki bugun men sizlarga shunday ma'lumotlarni aytamanki, bu nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nabiralari va umuman butun oila a'zolarining moddiy ahvoliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu oddiy gap emas, bu haqiqatan ham shunchaki shok degan nomga loyiq yangilik. Quloq soling. Chunki gap shu yerda. Muammoning mohiyati xo'sh, oldin qanday edi va endi nimalar o'zgardi? Bu savolga javob berishdan oldin barchamiz biladigan bir haqiqatni eslatmoqchiman. Ko'pgina pensionerlar afsuski o'zlarining pensiyalari bilan kun kechirishi qiyin bo'lgan sababli qo'shimcha daromad manbalarini izlashga majbur bo'lishadi. Bu kimdir uchun kichik bir kishi o'z xonadonida tikuvchilik qilish, kimdir uchun bozor rastasida mayda-chuyda savdo qilish, yana kimdir uchun esa uydagi nabiralarga qarab berish orqali ozgina pul topish bo'lishi mumkin edi. Aslida bu norasmiy yoki yarim norasmiy ishlar odatiy hol edi va davlat tomonidan juda qattiq nazorat qilinmasdi. Pensionerlar qo'shimcha daromad topganida bu ularning pensiyasiga hech qanday tarzda ta'sir qilmasdi. Ular o'z pensiyalarini to'liq hajmda olishda davom etishardi. Ko'pincha bu daromadlar qonuniy rasmiylashtirilmasdi. Chunki bu jarayon juda murakkab tuyulardi yoki undan keladigan soliqlar arzimas daromad uchun foydasiz deb hisoblanardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Yangi qonunchilik tashabbuslari va me'yoriy hujjatlarga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida pensionerlarning qo'shimcha daromadlari endilikda juda jiddiy monitoring qilinadigan bo'ldi. Asosiy o'zgarish shundaki, agar pensionerning qo'shimcha daromadi ma'lum bir miqdordan oshsa, bu uning pensiyasini kamaytirishga yoki hatto unga tayinlangan ba'zi imtiyozlarni bekor qilishga olib kelishi mumkin. Bu degani, endi oddiygina kishi qo'shimcha pul topaman deb o'ylasa, uning pensiyasi xavf ostida qolishi mumkin. Bu qo'yda ayniqsa bank operatsiyalari, ya'ni kartadan kartaga o'tkazmalar, naqd pul tushumlari va hatto ba'zi yuridik shaxslardan olingan kichik to'lovlar orqali amalga oshirilgan daromadlarga tegishli. Oldin bunday pul o'tkazmalariga ko'z yumilardi, ammo endi moliya organlari, soliq xizmati va hatto pensiya jamg'armasi ushbu operatsiyalarni jiddiy tahlil qila boshladi. Bu o'zgarishlar asosan norasmiy iqtisodiyotga qarshi kurashish va barcha daromadlarni hisobga olishga qaratilgan bo'lsa-da, ko'plab vijdonli pensionerlar uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Eng muhimi, endi har qanday pul o'tkazmasi daromad sifatida baholanishi mumkin. Agar uning kelib chiqishi aniq asoslanmagan bo'lsa, bu esa pensionerlarni har bir o'tkazilgan summani hujjatlashtirishga yoki tushuntirishga majbur qiladi. Masalan, nabirasi pul o'tkazgan bo'lsa, bu sog'lom ekanligini isbotlash kerak bo'lishi mumkin. Aks holda bu summadan soliq undirilishi va eng yomoni pensiyaga ta'sir qilishi ehtimoli mavjud. Bu butun tizimning yangi bir bosqichga ko'tarilishini anglatadi. Bu yerda shaffoflik va hisobotlilik hamma uchun majburiy bo'ladi. Batafsil tahlil nimalarni bilishingiz kerak. Kim xavotir olishi kerak va kimga xavotir olish shart emas. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqamiz. Bu yangilik asosan 3 ta asosiy toifadagi pensionerlarga ta'sir qiladi. Birinchi toifa: rasmiy ish joyiga ega bo'lgan pensionerlar. Agar siz rasmiy ravishda biron bir joyda ishlasangiz, sizning maoshingizdan barcha soliqlar va ijtimoiy to'lovlar avtomatik ravishda ushlab qolinadi. Bunday holda sizning pensiyangiz kamaymaydi, chunki sizning daromadingiz allaqachon hisobga olingan va qonuniy asosda olingan. Biroq shuni unutmangki, ish haqi rasmiy ravishda oshganda pensiya miqdori ham qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Lekin bu ko'pincha ijobiy tomonga. Shunga qaramay, bu holatda ham agar sizning daromadingiz juda yuqori bo'lsa, davlat tomonidan qo'shimcha nafaqalar yoki ijtimoiy yordam to'lovlari, masalan, kommunal xizmatlar uchun imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi yetim yoshli Omonova o'zi bir korxonada buxgalter yordamchisi bo'lib ishlaydi va uning oylik maoshi 2,5 million so'm. Unga avvaldan tayinlangan pensiya 20 million so'm. Oylik umumiy daromadi 4 million so'm. Bu holatda uning maoshi qonuniy rasmiylashtirilgani sababli pensiyasidan hech narsa ushlab qolinmaydi. Biroq agar u ilgari kambag'allik nafaqasi olgan bo'lsa, endi bu nafaqa qayta ko'rib chiqilishi va bekor qilinishi mumkin. Sababi uning oilaviy daromadi belgilangan chegaradan oshib ketadi. Ikkinchi toifa: norasmiy
qo'shimcha daromadga ega bo'lgan pensionerlar. Mana bu yerda asosiy muammo yotadi. Agar siz uyda tikuvchilik qilib, oyiga 800 ming so'm daromad topsangiz yoki bozorlarda kichik savdo bilan shug'ullanib 20 million so'm atrofida pul ishlasangiz va bu pullar sizning bank kartangizga muntazam ravishda kelib tursa, aynan mana shu holatga e'tibor qaratiladi. Soliq organlari ushbu operatsiyalarni kuzatishi va ularni daromad sifatida baholashi mumkin. Agar siz bu daromadlarni deklaratsiya qilmagan bo'lsangiz, sizga soliq hisoblanishi, jarima qo'llanilishi va eng yomoni ushbu daromadlar tufayli sizning asosiy pensiyangiz miqdori qayta ko'rib chiqilib kamaytirilishi mumkin. Misol uchun, Farg'onalik 65 yoshli Murodov A o'z hovlisida kichik issiqxona tashkil qilib, oyiga o'rtacha 5 million so'mlik ko'katlar sotadi. Xaridorlar uning kartasiga pul o'tkazib turishadi. Oldin bunga hech kim e'tibor bermas edi. Endi esa uning kartasiga har oy tushgan bu doimiy o'tkazmalar soliq organlari e'tiborini tortdi. Uning pensiyasi erta 6 million so'm edi. Soliq organlari uning qo'shimcha daromadini rasmiylashtirishni talab qildi. Agar u buni rad etsa yoki to'liq hisobot bera olmasa, unga soliq jarimasi qo'llanilishi va uning umumiy daromadi hisobga olingan holda pensiyasi million so'mgacha kamaytirilib, unga belgilangan bir qator imtiyozlar ham bekor qilinishi mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. 3-toifa qarindoshlari yoki do'stlari tomonidan muntazam yordam olib turadigan pensionerlar. Bu holat juda nozik va ko'plab oilalarga ta'sir qilishi mumkin. Agar farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqinlaringiz sizga har oy ma'lum bir summani, masalan 500 ming so'm yoki 2 million so'm muntazam ravishda kartangizga o'tkazib tursa, bu ham soliq organlari tomonidan daromad deb baholanishi mumkin. Ayniqsa, agar o'tkazmalar doimiy xarakterga ega bo'lsa va ularning kelib chiqishi tushunarli bo'lmasa. Hozirda bu holatni to'liq daromad deb hisoblash yuzasidan aniq qonuniy mexanizmlar shakllanmoqda, ammo xavf bor. Bunday pullar sovg'a yoki moddiy yordam ekanligini isbotlash uchun yozma kelishuvlar, hatto notarial tasdiqlangan hujjatlar talab qilinishi mumkin. Misol uchun, Toshkentlik 75 yoshli opamizning farzand tamandi chet eldan har oy onasining kartasiga 1 million so'm yuboradi. Shu bilan birga mahalliy bir jiyani ham oyiga 500 ming so'm yuborib turadi. Jami 5 million so'm. Hozircha bu mablag'lar faqat onaning shaxsiy ehtiyojlariga sarflanadi. Lekin bu o'tkazmalar monitoringga tushishi mumkin. Agar bu mablag'lar muntazam va doimiy bo'lsa, soliq organlari ularni daromad deb talqin qilishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishga olib keladi. Onaga bu pullarning sovg'a ekanligini isbotlashga to'g'ri kelishi mumkin. Buning uchun esa pul yuboruvchilar bilan yozma shartnoma tuzish talab etilishi mumkin. Xo'sh, kimga xavotir olish shart emas. Agar sizning yagona daromad manbaingiz pensiya bo'lsa va bank kartangizga faqat pensiya tushsa, sizga hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Shuningdek, agar sizga vaqti bilan nomuntazam ravishda va kichik miqdorda pul o'tkazilsa, masalan, tug'ilgan kun sovg'asi sifatida 200 ming so'm, bu ham ehtimol muammoga olib kelmas. Lekin agar bu o'tkazmalar muntazamlik kasb etsa va miqdori sezilarli bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan qoidalar hamma joyda bo'lgani kabi, bu yerda ham istisnolar va nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Birinchidan, moddiy yordam va sovg'alar. Yuqorida aytib o'tganimdek, agar sizga qarindoshlaringiz yoki yaqinlaringiz moddiy yordam tariqasida pul o'tkazishsa, bu daromad hisoblanmasligi mumkin. Ammo buning uchun isbot talab qilinishi mumkin. Masalan, sovg'a shartnomasi yoki moddiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi oddiy yozma kelishuv. Bu hujjatda kim kimga qancha miqdorda pul o'tkazayotgani va uning maqsadi, masalan, davolanish uchun, uy jihozlari sotib olish uchun aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ba'zi hollarda bu kelishuvni notarial tasdiqlatish ham talab qilinishi mumkin. Bu birinchi qarashda murakkab tuyulishi mumkin, lekin sizni kelajakdagi noxush vaziyatlardan himoya qiladi. Ikkinchidan, ijtimoiy to'lovlar va kompensatsiyalar. Agar siz davlatdan biron-bir ijtimoiy yordam, kompensatsiya, masalan, kommunal to'lovlar uchun, nogironlik nafaqasi yoki bolalikdan nogiron bolasi bor ota-onalarga beriladigan nafaqa olsangiz, bu daromad sifatida baholanmaydi va pensiyangizga ta'sir qilmaydi. Bu mablag'lar maqsadli to'lovlar bo'lib, ular hisobga olinmaydi. Uchinchidan, bank kartalari orqali amalga oshirilgan to'lovlar. Agar siz birovning xaridini to'lagan bo'lsangiz va u sizga o'tkazmani qaytargan bo'lsa, bu ham daromad hisoblanmaydi. Ammo bu holatda ham, agar summalarning kattaligi
va tezligi shubhali bo'lsa, sizdan tushuntirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu kabi operatsiyalarni amalga oshirishda ehtiyot bo'ling va cheklar. To'lov kvitantsiyalarini saqlab qo'ying. Masalan, qo'shningiz sizdan mahsulot olib kelishni so'radi va sizning kartangiz orqali to'lov qildi. Keyin esa uning narxini sizga qaytardi. Bu bir martalik holat bo'lsa muammo yo'q. Ammo agar siz doimiy ravishda ko'plab odamlarning xaridlarini to'lab, ulardan pul o'tkazmalarini qabul qilsangiz, bu savdo faoliyati deb hisoblanishi mumkin. 4-dan, kutilmagan qoidalar mikromoliyalashtirish. Hozirda pensionerlar orasida, ayniqsa qishloq joylarda, kichik miqyosdagi mikrokredit olish yoki bir-birlariga qarz berish holatlari keng tarqalgan. Ba'zi pensionerlar, masalan, o'z fermer xo'jaligini rivojlantirish uchun kichik miqdorda qarz olishlari mumkin. Agar siz qarz olsangiz va bu qarz bank kartangizga tushsa, soliq organlari buni daromad sifatida baholamasligi uchun sizda qarz shartnomasi bo'lishi kerak. Qarz shartnomasi oddiy yozma shaklda bo'lishi mumkin, lekin unda qarz miqdori, muddat va qaytarish shartlari aniq ko'rsatilishi lozim. Aks holda bu ham daromad deb hisoblanishi va pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Bu juda nozik jihat. Chunki ko'pchilik qarz berish yoki olishda hech qanday shartnoma tuzmaydi. 5-dan, oilaviy byudjetlar. Ba'zan bir pensionerning kartasiga bu oila a'zolarining pullari yig'ilishi mumkin, keyin esa birgalikda sarflanadi. Bu kabi umumiy qozon tizimini qo'llashda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki kartaga tushgan barcha pullar pensionerning shaxsiy daromadi sifatida baholanishi xavfi bor. Har bir oila a'zosining o'z bank kartasi bo'lgani afzal. Bu moliyaviy shaffoflikni ta'minlaydi va tushunmovchiliklarning oldini oladi. Bu yangi qoidalar orqali davlat norasmiy daromadlarni legallashtirishga va soliq bazasini kengaytirishga intilmoqda. Pensionerlarning bu jarayonda aybsiz qurbonga aylanmasliklari uchun ularga yetarli ma'lumot berilishi va o'zlarini himoya qilish mexanizmlarini bilishlari juda muhim. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Vaziyatdan qanday chiqish va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun nima qilish kerak? Birinchi qadam, barcha daromadlarni rasmiylashtirish. Agar siz qo'shimcha daromad topayotgan bo'lsangiz, uni rasmiylashtirish yo'llarini o'rganing. Bu qiyin tuyulishi mumkin, ammo hozirda kichik tadbirkorlikni rasmiylashtirish uchun juda soddalashtirilgan tartiblar mavjud. Masalan, o'zini o'zi band qilish maqomini olish. Bu orqali siz o'z faoliyatingizni qonuniylashtirasiz va juda past soliq stavkalari bilan ishlashingiz mumkin. Bu sizning qo'shimcha daromadingiz rasmiy hisoblanadi va pensiyangizga ta'sir qilmaydi. Shuningdek, bu sizga kelajakda qo'shimcha ish stajini hisoblash imkoniyatini ham berishi mumkin. Buning uchun eng yaqin davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz yoki soliq organlarining soliq mobil ilovasi orqali onlayn ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. U yerda sizga qanday hujjatlar kerakligi va qanday qilib soliq to'lash tartibi batafsil tushuntiriladi. Odatda pasport va arizadan boshqa hech qanday murakkab hujjat talab qilinmaydi. Shuni unutmangki, rasmiylashtirilgan daromadlar har doim shaffof va himoyalangan bo'ladi. Ikkinchi qadam, har bir o'tkazma uchun hujjatlarni saqlash. Agar sizga qarindoshlaringiz yoki boshqa shaxslar muntazam ravishda pul o'tkazishsa, bu pullarning maqsadini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlab qo'ying. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu sovg'a shartnomasi yoki moddiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi yozma kelishuv bo'lishi mumkin. Hatto notariya tasdiqlangan bo'lsa, yanda yaxshi. Bu hujjatlarda pul o'tkazuvchining EFA, uning pasport ma'lumotlari, sizning ma'lumotlaringiz, o'tkazilayotgan summaning miqdori va maqsadi, masalan, davolanish uchun nabiraning o'qishiga yordam sifatida aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar sizga kimdir qarz bersa, qarz shartnomasini tuzing. Bu juda oddiy bir qog'oz bo'lishi mumkin, lekin u sizni soliq organlari oldida himoya qiladi. Bank cheklari, to'lov kvitantsiyalarini ham saqlab qo'ying, ayniqsa kattaroq summalardagi operatsiyalar uchun. 3-qadam, alohida bank kartalaridan foydalanish. Agar sizning pensiya kartangizga farzandlaringiz yoki boshqalar pul o'tkazishsa, bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Har bir oila a'zosi o'zining shaxsiy bank kartasiga ega bo'lgani maqsadga muvofiq, agar imkoni bo'lsa, qo'shimcha daromadlar uchun alohida bank kartasini oching va unga tushgan pullarni alohida hisobda tuting. Pensiya kartangizni faqat pensiya tushumlari va shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun ishlatishga harakat qiling. Bu moliyaviy hisob-kitoblarni sezilarli darajada soddalashtiradi va tushunmovchiliklarning oldini oladi. 4-qadam, konsultatsiya olish.
Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki vaziyat noaniq bo'lsa, darhol Davlat soliq qo'mitasi, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazlarining mutaxassislari bilan maslahatlashing. Ular sizning holatingizni tahlil qilib, to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Telefon orqali 1198 raqamiga soliq qo'mitasining ishonch telefoni qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan uchrashuvga yozilib, barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Ba'zi joylarda pensionerlar uchun bepul huquqiy yordam ko'rsatuvchi markazlar ham mavjud. Ulardan ham foydalanishingiz mumkin. Bu juda muhim. Chunki har bir vaziyat individualdir va umumiy qoidalar ba'zi holatlarda ishlamasligi mumkin. 5-qadam. Xabardor bo'ling. Qonunchilik tez-tez o'zgarib turadi. Shuning uchun yangiliklarni kuzatib boring. Rasmiy manbalardan ma'lumotlarni o'qing. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizni eng dolzarb o'zgarishlar bilan tanishtirib boramiz. Pensiya va soliq qonunchiligidagi har qanday yangilikka diqqatli bo'lish o'zingizni kutilmagan muammolardan himoya qilishning eng yaxshi yo'lidir. Xulosa aziz do'stlar, bugungi videomizda biz pensionerlarga ta'sir qiluvchi eng muhim va shunchaki shok deb atalgan yangi qonunchilik o'zgarishlar haqida gaplashdik. Tushunishimiz kerakki, davlat norasmiy iqtisodiyotga qarshi jiddiy kurashmoqda va bu jarayonda har bir fuqaroning, shu jumladan pensionerlarning ham daromadlari shaffof bo'lishini istaydi. Bu o'zgarishlar ba'zilar uchun qulayliklar tug'dirsa, boshqalar uchun esa jiddiy moliyaviy qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni himoya qilish uchun hozirdayoq choralar ko'rishni boshlang. Qo'shimcha daromadlaringiz bo'lsa, ularni rasmiylashtiring. Bank kartangizga tushgan pullarning maqsadini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Qarindoshlaringizdan yoki do'stlaringizdan muntazam moddiy yordam olsangiz, ularni to'g'ri rasmiylashtirish choralarini ko'ring. Agar savollaringiz bo'lsa, malakali mutaxassislar bilan maslahatlashing. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz hali sizlar bilan ko'p muhim mavzularni muhokama qilishimiz kerak. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha